Aleyküm kadırdoğullarım. Aman mısınız? Azlarım bana. Bana babamız Abu İsa At-Tirmizi'ni yürütüler. Ha? Albamış, Pahlovan babamızı yürütülerdi. Dostumuz Alixon akam, kadırdoğanım. Alixon akam beni hurmat qilib keldilar ko'rgani. Allah hurmat qilsin akamlari. Ser barzan, ser davlat bo'la aziz mukarram buyursunlar. Kelin bilan qo'sha qarab. Farzandlari orasidan Alloh deydigan, ota-onam deydigan zo'r farzandlar chiqsin. Rohatini ko'rsinlar. Alixonaga kam bo'lmang. Yil boshida omon bo'lsin. Mana shunda Sha'bon oylarining ulug' kunlari. Ro'za Ramazonga ham arzimagan kunlar qoldi. Mana shunda haligi ota-bobomizning shakli deydi-ku. Mana ko'rgani keldilar, hurmat qilib, Alloh hurmat qilsin aka. Aka, kam bo'lmang. Aziz mukarram deying hamisha. Boringizga xursand bo'ldim. Xursand bo'ldim, shodon bo'ldim. Alloh yor bo'lsin. Rahmat aka.